Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan vestibulo-okulyar refleks haqida gaplashamiz. Vestibulo-okulyar refleks nima? Vestibulo-okulyar refleksning nerv yo'llari nimalardan iborat? Aynan o'sha savollarga bugun javob topamiz. Demak, boshladik. Vestibulo-okulyar refleks. Vestibulo-okulyar refleksga ta'rif berib o'tib ketaman. Bosh qimirlagan taqdirda o'sha buyumning tasvirini tiniq holatda miyaga uzatilishini ta'minlovchi refleks bu vestibulo-okulyar refleks deb ataladi. Yana bir marta qaytaraman. Bosh qimirlagan taqdirda buyum tasvirini tiniq holatda miyaga uzatuvchi refleks bu vestibulo-okulyar refleks deb ataladi. Kelinglar, bu refleksga misollar keltiramiz. Tasavvur qiling, o'sha telefoningiz kamerasini yoqib, bosh qismimizga bog'lab yurgan paytimizda, ozroq o'sha videoni olgan paytimizda ma'lum bir muddat yurgan holatda videoga olamiz, mana shu holatda. Keyin esa o'sha olgan tasvirlarimizni ko'rganimizda boshimiz qimirlaganini, o'sha telefonga boshimiz qimirlagani telefonga ta'sir ko'rsatib, tasvirlar mana shunaqa holatda qimirlab ko'rinadi. Lekin aslida telefonda shunday, biz hayotda shunaqa yurganimizda buyumlar hech qachon o'sha o'rnidan qimirlagan holatda miyaga uzatilmaydi. Ya'ni o'sha xira holatda miyaga uzatilmaydi. Aynan tiniq holatda uzatiladi. Nimani hisobiga? Vestibulo-okulyar refleksning hisobiga. Yana bitta misol keltiraman, klassik misol. Yugurib ketyapsiz. Yugurib ketayotganingizda ko'zingiz biror bir ko'chadagi afishaga yoki reklama e'loniga tushib qoldi. Siz yugurib ketayotgan paytingizda ham boshingiz qimirlaydi va qimirlagan holatda siz o'sha e'lonni bemalol o'qiy olasiz. Nima uchun? Sababi sizda vestibulo-okulyar refleks ishlayotgan bo'ladi. Ya'ni mana buni ko'z kosasi deb oladigan bo'lsak, ko'z kosasi turibdi va o'sha diqqatimizni tortgan bir buyum turibdi. To'g'rida, endi ko'z kosasi ichida o'sha ko'z olmasi joylashgan. Agar biz boshimizni o'ng tarafga burganimizda diqqatimiz baribir to'g'rida bo'ladi. Ko'zlarimiz chap tarafga qarab buriladi. Agar boshimiz chap tomonga burganimizda ko'zlarimiz esa chap tomonga, ya'ni o'sha diqqatimiz to'g'riga qaratib turgan buyumga qarab o'sha buriladi. Nimani evaziga? Vestibulo-okulyar refleksning evaziga. Xohlasangiz juda ham tez amalga oshirib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha buyum bizga tiniq holatda kelaveradi. Bu vestibulo-okulyar refleksning hisobiga. Endi vestibulo-okulyar refleksni nerv yo'llari haqida gaplashamiz hozir. Har bitta refleksni amalga oshirishi uchun bizda albatta stimul kerak. Bizda stimul o'sha chakka suyagi ichida joylashgan, ya'ni ichki quloq ichida joylashgan vestibulyar apparat hisoblanadi. Aynan o'sha vestibulyar apparatga nervus vestibularisdan xabar borib turadi. Aynan o'sha xabar evaziga o'sha vestibulo-okulyar refleks ishlab turadi. O'z nomi bilan vestibulo-okulyar refleks deb ataladi. Xo'p, demak, boshlaymiz. Tasavvur qilamiz. Mana bu quloq ichidagi, ichki quloqdagi yarim doira kanalcha. Semisirkulyar kanal deb ataladi. Yarim doira kanalcha. Xo'p, tomonlarni yozib olaylik. Right, ya'ni o'ng taraf. Left, chap taraf. Bu yerda ko'zlarimiz turibdi. Vestibulo-okulyar refleksni hozir boshimizni o'ng tarafga burganimizda ko'zimiz chap tarafga burilishi misolida ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni bir ko'z bo'lsa, ko'zni buruvchi lateral to'g'ri muskul. Bu esa medial to'g'ri muskul.
Ko'zni buruvchi lateral to'g'ri muskul. Bu esa medial to'g'ri muskul. Boshimizni o'ng tarafga qarab buryapmiz. O'ng tarafga qarab buryapmiz. Bu o'sha o'ng tomonimizdagi o'sha yarim doira kanalchalar, bu chap tarafdagi. Mana bu kengaygan qismi bizda ampula deb ataladi. Ampula. Ya'ni boshimizni o'ng tarafga buryapmiz. Bizda yarim doira kanalchalar haqida ozroq o'sha ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu yerda membrana qismi bo'ladi. Membrana qismi bo'ladi. Membrananing ostki qismida bizda perilimfa suyuqligi oqib yuradi. Perilimfa suyuqligi. Mana buni ichida esa membrananing o'sha bo'shlig'ida esa endolimfa suyuqligi mavjud bo'ladi. Endolimfa suyuqligi. Bu ampulani ichida esa bizda stereosiliyalar bor hujayralar, ya'ni kinotsiliyalar joylashadi. Kinotsiliyalar. Kinotsiliyalar joylashadi. Ana endi bir nechta kinotsiliyalar birikkani bizda krista deb ataladi. Aynan o'sha bir nechta kinotsiliyalarning ustini esa qoplab turadigan maxsus kopulasi bo'ladi. Kopula deb ataladi. Unda qalpoqchaga o'xshab o'rab turadi. Ana endi bu yerda endolimfa suyuqligi bo'ladi dedik. Bizda boshimizni o'ng tarafga burganimizda mana bu ichidagi endolimfa suyuqligi o'sha stereosiliyalarni aktivlantiradi. Natijada harakat potensiali paydo bo'ladi. Ya'ni qo'zg'atuvchi tipdagi harakat potensiali. Bu yerdan nervus vestibularis ketadi. Nervus vestibularis yarim doira kanalchalardan ozroq yurib gangli hosil qiladi. Bu gangliyni biz avtor nomi bilan skarp gangliylar deb ataymiz. Skarp gangliylar. Davom etadi nerv. Hamda sulcus pontomedullaris degan joy bor miyada, ya'ni ko'prik hamda o'sha uzunchoq miyani birikkan joyiga to'g'ri keladi bu joy. Aynan o'sha joyda vestibulonuklear kompleks joylashgan. Vestibulonuklear kompleksni medial qismi, lateral qismi, superior ya'ni yuqori qismi, inferior pastki qismlari bor. Aynan nervus vestibularis buning medial qismiga boradi. Va bu yerdan yana bitta neyron boshlanadi. Qarama-qarshi tarafdagi 6-juftning yadrosiga boradi. 6-juftning yadrosiga boradi. Va bu yerdan ikkita tola boshlanadi. Birinchi tola ko'zning lateral, chap ko'zning lateral to'g'ri mushagiga borsa, ikkinchi tolaning nomi bor, interneyron ham deyiladi. Aynan interneyron o'ng tomondagi
uchinchi juft bosh miya nervining yadrosiga boradi. Uchinchi juft bosh miya nervining yadrosiga boryapti. Va buni qo'zg'atgandan so'ng bu o'ng ko'zning medial to'g'ri mushagiga borib, uni aktivlantiradi. Natijada nima bo'ladi? Natijada boshni o'ng tarafga buryapmiz. Ko'zlarimiz chap tarafga burilyapti. Ko'zlar harakati. Bu esa boshning harakati. Mana bular boshning harakati. Ana endi o'ng tomonda bo'ladigan voqea shulardan iborat edi. Endi chap tomonda, chap vestibulyar apparatda nima hodisa ro'y beradi? Bu yerda ham o'sha perilimfa suyuqligi, o'sha membranasi hamda o'sha ampulani ichidagi kinotsiliyalar hamda kopula. Bu yerda ham endolimfa suyuqligi harakati yuzaga keladi. Ya'ni o'ng tarafga boshimizni burganimizda mana bu yerdagi suyuqlik chap tarafga qarab harakatlandi. Natijada bu yerni qo'zg'atdi. Ana endi bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda tormozlanish hodisasi ro'y beradi. Ya'ni chap tomonimizda tormozlanish hodisasi ro'y beradi. Nima uchun? Sababi bu yerga suyuqlik kelsa, aynan o'sha kinotsiliyalarni qo'zg'atsa, kinotsiliyalarning ustiga endolimfa suyuqligi kelsa, bularni qo'zg'atyapti. Bu yerda esa kinotsiliyalardan qochyapti. Natijada kinotsiliyalar erkin holatda qolyapti. Endolimfa suyuqligi bu yerdan qochyapti. Yarim doira kanalchalar tomonga ampuladan qochyapti. Natijada bu yerda tormozlanish hodisasi ro'y beradi. Tormozlanish hodisasi. Xo'p, tormozlanayotgan ekan, tormozlanish hodisasini alohida qizil markerda belgilayman. Bu yerda albatta yana skarp yadrolari, skarp ganglisi deyiladi. Shu yerda ozroq savol berib o'tib ketmoqchiman. Agar meni tomosha qilayotganlar ichida anatomiyani yaxshi biladiganlar bo'lsa, skarp ganglilari o'sha bosh suyagining qaysi qismida joylashganligini kommentariyada yozib qoldirsam, men albatta javob qaytaraman. Xo'p, skarp ganglilari. Skarp ganglilaridan so'ng davom etadi yana vestibulonuklear kompleksga. Vestibulonuklear kompleksning albatta medial qismiga. Vestibulonuklear kompleksning medial qismidan so'ng esa yana 6-juft bosh miya nervining yadrosiga boradi. 6-juft. Tasavvur qilinglar, bu tomon aktivlansa, bu tomon tormozlanyapti. Bu yerda 3-juft bosh miya nervi bor. 3-juft bosh miya nervi bilamiz, o'rta miyada joylashgan. Xo'p, 6-juft bosh miya nervidan interneyron chiqadi 3-juft bosh miya nerviga. Keyin esa 6-juft bosh miya nervining o'zidan tarmoq chiqarib o'ng ko'zning lateral to'g'ri mushagiga tormozlovchi xabarni yuboradi. Natijada bu qizil bilan belgilangan muskullar bo'shashadi. Mana bu 3-juft bosh miya nervi ham tormozlanish xabarini olgandan so'ng chap ko'zning medial to'g'ri muskulini bo'shashtiradi. Natijada ko'z
o'sha chap tarafga qarashi ro'y beradi. Bu vestibulo-okulyar refleksning nerv yo'li edi. Endi qaraymiz yaxshilab. Bu yerda bitta alohida bir kalit bor. Ya'ni bizda 6 hamda 3-juft bosh miya nervlari vestibulo-okulyar refleksni hosil qiluvchi markaz hisoblanar ekan. Sensor qismi esa nervus vestibularis hisoblanar ekan. Ana endi 3-juft bosh miya nervi doimo medial o'sha to'g'ri muskulga qarab boryapti. Bir tomondagisi tormozlasa, bir tomondagisi aktivlayapti. 6-juft bosh miya nervining tolalari esa lateral to'g'ri muskullarga boryapti va ularni bittasi aktivlayapti, bittasi esa tormozlayapti. Bular o'zaro kelishib ishlashi uchun, ya'ni 6 hamda 3-juft bosh miya nervlari kelishib ishlashi uchun albatta bizda fasciculus longitudinalis medialis bo'lishi kerak. Fasciculus longitudinalis medialis bo'lmasa vestibulo-okulyar refleks amalga oshmaydi. Fasciculus longitudinalis medialis 12 juft bosh miya nervining ham bir-biriga tutashtiruvchi sistema hisoblanadi. Hozir bu yerda fasciculus longitudinalis medialisni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana fasciculus longitudinalis medialis, fasciculus longitudinalis medialis. Bu o'ng tomondagi fasciculus longitudinalis medialis, o'ng tomondagi, bu chap tomondagi fasciculus longitudinalis medialis hisoblanadi. Vestibulo-okulyar refleksni amalga oshirish uchun fasciculus longitudinalis medialis katta ahamiyatga ega. Xo'p, takrorlab olamiz. Aynan o'sha refleksni amalga oshirish uchun stimul kerak. Stimul bu boshning harakati. Nervus vestibularis dan keladigan impulslardan olar ekan. Stimulni. Nervus vestibularis qo'zg'aldi. Vestibulo-nuklear kompleksning medial qismiga bordi va 6-juft bosh miya nervi hamda 3-juft bosh miya nervi markazlariga borib, undan keyin ishchi organga o'tib ketdi. Bu qisqacha vestibulo-okulyar refleks haqida tushuncha edi. Endi qaraymiz. Har bitta refleksni 5 ta o'zini qismi bo'ladi. Aynan o'sha 5 ta qismini sanab o'tamiz. Ya'ni o'sha refleks hosil bo'lishida 5 ta qism qatnashadi. Birinchisi retseptor. Ikkinchisi afferent yo'l. Uchinchisi nerv markazi. To'rtinchisi efferent yo'l. Beshinchisi esa ishchi organ. Bizda retseptor yarim doira kanalchalardagi o'sha kinotsiliyalar retseptor qismi. Ikkinchisi afferent yo'l. Bu 8-juft bosh miya nervi, ya'ni vestibulo-koklearisning nervus vestibularis, ya'ni 8-juft. Nerv markazlari 3 hamda 6-juft bosh miya nervi markazlari. Efferent yo'l esa mana 6-juft bosh miya nervining o'sha harakatlantiruvchi yo'llari. Ishchi organ esa to'g'ri muskullar. Sizlarga vestibulo-okulyar refleks haqida beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Hech qachon ilm olish hamda izlanishdan charchamang. Kanalimizni kuzatishda davom eting.